Bitta zo'r hikoya bor. Xullas, homilador ayol eridan so'radi: "O'g'il kutyapsizmi yoki qiz?" Eri javob beradi: "Agar u o'g'il bo'lsa, men unga matematikani o'rgataman. Biz birga mashqlar qilamiz. Unga baliq tutishni ham o'rgataman." Jilmayib turgan ayol shu vaqt so'radi: "Agar qiz bo'lsa-chi?" Eri bir kuldi-yu davom etdi: "Agar u qiz bo'lsa, men unga hech narsani o'rgatishim shart emas. Uni o'zi menga hamma narsani o'rgatadi. Qanday kiyinish, qanday ovqatlanish, nima deyish. Tez orada u men uchun ikkinchi onaga o'xshab qoladi. Meni o'zining qahramoni sifatida ko'radi va hattoki bo'lajak turmush o'rtog'ini ham men bilan taqqoslashni boshlaydi. U necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar unga doim malikadek muomala qilishimni xohlaydi. Men uchun dunyolarga qarshi kurashadi. Agarda kimdir meni xafa qilsa, uni hech qachon kechirmaydi." Keyin ayoli qiziqib yana so'radi: "Agar qiz bo'lsa, bularni barchasini qilarkan, lekin o'g'il bo'lsa-chi, nima qilmaydimi?" Er aytadi: "Yo'q, o'g'limni ham qo'lidan keladi, lekin u bularni barchasini o'rganishi kerak. Ammo qizlar tabiatan mana shunday tug'iladi." Demak, qiz farzandning otasi bo'lish bu ota uchun dunyodagi eng katta sovg'adir. Kabatlarni ko'rgan. Namozlardan oldin kelasizlar. Kelib mana shu zangori chiroq ko'rdinglar, mana yashil chiroq. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu yoqqa qaraymiz. Qarang.